Alloh taolo Odam alayhisalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhisalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? 2 sopli, 3 sopli deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishgan u. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik-da, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularning ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi